Beldan pastroqqa tushadigan kurtka so'ragan mehmonlarimiz uchun Defero Umo brendidan 3 xil rangdagi kurtkalarimizni olib kelib qo'yganmiz. Haqiqatan ham beldan anchagina pastga tushadi, uzungina, issiqqina bo'ladi. Ichlari g'oz patidan ishlangan, bejvi, to'q jigarrang hamda temniy siniy ranglardan olib kelib qo'yganmiz. Zamoklari skriti bo'ladi, qarang. Knopkadan iborat. Endi esa birdaniga ichini ko'rsatib o'tamiz. Ichlarga e'tibor beramiz. Astarlari ham juda ham sifatli astar ishlatilingan. Aytib o'tganimizdek, g'oz patidan ishlangan ichi uncha-muncha sovuqni o'tkazmaydi. Kapshonlari ham mavjud. Kapshonni yana alohida olib qo'ysangiz bo'ladi. Razmerlari esa M dan 3XL gacha. Agar sizga narxi qiziq bo'lsa, izohlarda narx so'zini yozib qoldiring va biz sizga narxini shunday jo'natamiz.